Muzey shunchaki bino emas, bu vaqt to'xtagan, tarix tilga kirgan muqaddas maskan. Bugun 18-may Xalqaro muzeylar kuni. 1477-yildan buyon dunyoning 150 dan ortiq mamlakatida nishonlanadigan bu sana milliy merosimizga bo'lgan yuksak ehtirom ramzidir. Har bir eksponat ortida ajdodlarimizning hayoti, zahmatli mehnati va buyuk tarixi mujassam. Muzeylar bizni o'tmish bilan bog'laydi, yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalab, kelajakka ishonch bilan qarashga o'rgatadi. Bugungi taraqqiyot va tinch hayot ortida qanday buyuk tarix yotganini aynan muzeylarda yaqqol his qilamiz. Har bir muzey xalqning boy tarixi va ma'naviy merosini saqlab kelayotgan muqaddas maskandir. Bu yerda o'tmish nafasi, ajdodlar xotirasi yashaydi. Muzeylar nafaqat tarix saqlanadigan joy, balkim ilm, ma'rifat, ma'naviyat maskani hamdir. Muzeylar insonni fikrlashga, tarixdan saboq olishga va o'z milliy ildizlarini yanada chuqurroq anglashga undaydi. Muzeylar har bir xalqning madaniyatini, urf-odatini hamda qadriyatlarini kelajak avlodga yetkazishda muhim o'rin tutadi. Ajdodlarimizdan qolgan merosni asrash va uni dunyoga tanitishda muzeylarning o'rni beqiyosdir.